Assalomu alaykum Termiz Cherry avtosaloni kuzatuvchilarim. Bugun biz Cherry avtosalonidamiz. Bugun sizlar bilan Cherry Tiggo 7 va 8 Pro avtomobillarimiz bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turgan mashinalaringiz albatta hozirda mijozlarimizning ko'nglidan joy bo'lgan Cherry Tiggo 7 Pro avtomobilimiz. Bu mashinamizni oldi ko'rinishi va orqa ko'rinishi bilan mijozlarimizni o'z e'tiboriga allaqachon tortib bo'lgan. Farlari optika va abelsovkalari alohida ko'rinishga ega va mashinamizning motori 1.5 turbina bilan jihozlangan. Bu 1.5 turbinada 140 ta ot kuchi va 908 sekundda 100 ga chiqish imkoniyatini beradi. Albatta o'rtacha aralash benzin sarf xarajati 8 tani tashkil etadi. Endi balonlarga to'liqlaydigan bo'lsak, bu yerda 18 razmerli quyma diska bilan jihozlangan. Albatta shiroki shinalari bilan. Mashinamizning materiallari atsinkol, chirimaydigan, zanglamaydigan materialdan qilingan. Agarda siz oqini xarid qiladigan bo'lsangiz, bu jemshik bo'ladi. Xo'p, mashinamizda beskulchoy dostуп sistemasi bor. Oldi orqa lavoylari va bakoy oynalari podograf sistemalari bor. Endi orqa tomonlarini ko'rsatishingiz mumkin. Orqalarida xo'p, mashinamizda parktroniklar joylashgan. Bu bironta jismga yaqinlashgan paytda signal beradi. Ya'ni yaqinlashganda ogohlantirish signali bu. Mashinamizda aylanasiga 360 gradus kamera va orqa zadni kameralari mavjud. Endi bakkiga keladigan bo'lsak, bakkiga 50 litr yonilg'i sarfi ketadi. Albatta biz bu yerga 92 yo undan tepa benzinlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mashinamizning salon qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda biz qaragan paytimizda mashinamizda xo'p, elektron sidinalari va ekokoja charmdan jihozlangan sidinalarimiz jalb qiladi. Mashinamiz полностью xo'p, tarpetka, obshivka va sidinalari, barlari hammasi eko charmdan ishlangan. Mashinamizda skorslari joystick. Bu yerda past stakanchiklarni ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda rul qismiga keladigan bo'lsak, rullari elektron rul bo'ladi va bu yerda cruise control rejimi va bu yerda multimedia boshqaruvi bor. Albatta katta sensorli boshqaruv bilan. Mashinamizda eng asosiy narsasi bu, siz o'zingizni qulay va keng yorug' osmonni ko'rib ketaman desangiz, bu yerda panorama tomlari joylashgan. Endi navbatimiz Tiggo 8 Pro avtomobillarimizga o'tadigan bo'lsak, bu mashinamiz allaqachon mijozlarimizda yorqin taassurot qoldirgan desam adashmagan bo'laman, chunki o'zini oldi ko'rinishi bilan juda agressivni hisoblanadi. Mashinamizda keng katta panoramali tom va materiallari boya aytib o'tganimdek atsinkol bo'ladi. Bularda ham balonlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana e'tibor qiling. Balon razmerlari 19 razmerli quyma diskalar bilan jihozlangan va 4 tala balonda ham xo'p, diska tormoz bor. Mashinamizda polosoviy dvirijaniya, shunga o'xshagan ko'pgina jihozlar bor. E'tibor qilishingiz mumkin. Ana endi salon qismiga e'tibor qilamiz. Bu mashinamizning salon qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, aynan bu siz uchun bo'lishi mumkin, chunki bu premium klassdagi mashina bo'lib, buni salon qismi har qanaqangi odamni o'ziga bemalol jalb qila olishi mumkin. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin multimedia boshqaruvi, cruise control, polosoviy dvirijaniya. Xo'p, yana bu yerga e'tibor qilishingiz mumkin. Mana bu yerda bizda video registrator joylashgan. Bu yerga fleshka tiqib qo'ysangiz, bemalol xo'p, yozib ketaveradi. Mashinamizda old qismida mana head-up display joylashgan. Albatta har qanday insonga kerak bo'ladigan narsa bu atamanka massaj funksiyasi bor. Mashinamizda akustika sistemasiga e'tibor qilib ketishingizni so'ragan bo'lardim. Mashinamizning akustika sistemasi original Sony kolonka bilan jihozlangan. Bu juda ham musiqa kashfasini yaxshilab berish imkoniyatini beradi. Barlarga e'tibor qilishingiz mumkin, skorslarga e'tibor qilishingiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'p boshqaruv sistemalari bor. Albatta kelsangiz bu yerda sizni tanishtirib o'tib ketishimiz mumkin. Mana. Mashinamizning motoriga keladigan bo'lsak, 1.6 turbina motor bilan jihozlangan. Bu esa mashinamizda 186 ta ot kuchini beradi va 0 dan 100 gacha 8.4 soniyada tezlanish imkoniyatini qilib beradi va o'rtacha sarf xarajati 9 litrni tashkil etadi. Boya aytib o'tib ketganimizdek, mashinamizning orqa qismiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, orqa qismi ham juda ham agressivni ishlangan. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, mashinamizning orqa qismida parktroniklar joylashgan. Boya aytib o'tib ketdik parktronik nima ekanligini va mashinamizda aylanasiga 360 gradus kamera bilan jihozlangan.
hisoblanadi. Bu mashina aynan sizni oilangiz uchun mos hisoblanadi, chunki mashinamiz 7 o'rindiqli qilib jihozlangan. Ana endi eng asosiy joyga o'tadigan bo'lsak, mijozlarimizni albatta narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Tigo 7 Premium avtomobilimiz 345 million, buni 25 million foyda bilan xarid qilishingiz mumkin, ya'ni 320 million. Tigo 8 Premium avtomobilimizning narxi esa 418 million hisoblanadi. Buni 25 million foyda bilan 392 million so'mga olib chiqib ketsalaringiz bo'ladi. Bizni kuzatib turgan barcha kuzatuvchilarimizni Termiz Cherry avtosalonida kutib qolamiz. Videoga like bosishni unutmang.